Assalomu alaykum, O'zboloq YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Kamina Quvonchbek. Bugun sizlarning e'tiboringizga Toshkent shahri Sergeli tumani Xonobod ko'chasining Beruniy mahallasida joylashgan 7 ta xonadondan bittasi bo'lgan xonadonlarni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda 2 sotiyda 2 qavatli 5 xonali xonadonlarimiz qurilgan bo'lib, ular 100% ta'mirlangan holatida sizlarga topshiriladi. Xonadonlarimiz hammasi yevro remont qilib qo'yilgan, patkulch holatida va undan tashqari pishig'ishda qurilgan. Podval qismlari ham to'liq ta'mirlab qo'yilgan. Xonadonning ostki tarafi to'liq podval qilingan. Hovlilari juda ham keng va kattakon qilingan. Mahallaga kirib kelish yo'llari ham yaxshi, asfaltlar qilib qo'yilgan. Juda ham go'zal bo'lgan xonadonni xonadon egalaridan to'g'ridan-to'g'ri savdolashib sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Biz hozir mahalla qismidan hovliga tashrif buyurganmiz. Mana shu hovli maydonining o'zi ham 7 metrga 14 metrlarni tashkil qilar ekan. To'g'rimizda 2 qavatli xonadonimiz va undan tashqari orqa hovlisi ham bor. Orqa hovlisi kichkina emas, u ham kengina qilib qo'yilgan. To'g'rimizda mana shu 2 qavatli inshootimiz bo'ladi. Bu esa bizning hovli maydonimiz. Juda ham chiroyli qilib dekorativniy bo'yoqlar qilib qo'yilgan bu hovlida joylashgan devorlarimizda va kechki paytlari yorug' bo'lish uchun bir qancha fonuslari ham bor. Demak, hovliga kirganimizda yerlari mana bu chatkalar qilib qo'yilgan. Yomg'ir suvlari trap orqali kanalizatsiyaga chiqib ketadi. Ikki tomonga ochiladigan temir darvozalarimiz bor. Kirganimizdan so'ng qo'lni yuvishlik uchun bu yerda mana jumraklarda suvlar chiqarib qo'yilgan rakvinalarimiz bor va hovlida joylashgan hojatxonamiz ham bu yerda mavjud. To'liq hamma smeysitillari, barcha uskunalari o'rnatib qo'yilgan. Undan tashqari hovli maydonimiz kengina bo'lganligi uchun mana bu joyda yozgi oshxonani joylashtirishimiz uchun gaz turbalari va suv turbalari, kanalizatsiyalar ham olib kelingan. Bemalol yozgi oshxona qilib ishlatsangiz bo'ladi. Boya aytib o'tganimizdek, mana yo'llari asfalt qilib qo'yilgan. Aynan mana shu 7 ta xonadonga keladigan yo'llar asfalt qilib qo'yilgan va undan tashqari qo'shnilarga ham ko'mak bo'lishligi uchun juda ham go'zal holatga keltirib qo'yilgan. Kengina bu tarafiga avtomobillarni ham qo'ysak bo'ladi. Hovliga ham bir qancha avtomobillar sig'dirsak bo'ladi. 7 ta xonadondan bittasi sotildi. Mana bu birinchi boshlanadigan xonadonimiz. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan xonadonimiz mana bu bo'ladi va undan tashqari oxirida joylashgan xonadonimiz ham kengina hisoblanadi. Bu mana fasad tarafimiz, ko'cha tarafidagi. Demak, devorlarimiz 100% ta'mirlangan holatda bo'ladi. Bular hammasi travertin bo'yoqlarida bo'ladi. Bu hozir chornovoy отделка holatida turibdi. Buni xudo solsa 100% bitkazib beriladi. Mana bu ikki tomonga ochiladigan temir darvozalar orqali hovliga kirishligimiz mumkin. Va undan tashqari, agar mehmonlaringiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, avtomobillarni qo'yish uchun ko'chada ham joyimiz bor. Bu hammasi mana shu xonadonlarga tegishli bo'lgan yer maydoni hisoblanadi. Demak, hovli maydonni ko'rgan bo'lsak, endi esa xonadonimizga ham tashrif buyuramiz. Xonadon yer sathidan 35-40 cm yuqoriga ko'tarilgan. Podval qismlarimizda tuynuklari ham bu tarafimizda bor. Podval qismi to'liq ta'mirlangan holatida bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Hovlidan xonadonga tashrif buyurmoqdamiz. Juda ham go'zal qilib ta'mirlab qo'yilgan. Gap bo'lishligi mumkin emas. Juda ham go'zal. Patologlar ham balangina olingan. 330, 340larni tashkil qilsa kerak, baland olingan. Demak, xonadonga kirdik. Kirganimizdan so'ng o'ng qo'limizdagi zina orqali ikkinchi qavatga chiqishligimiz mumkin. U yerda 4 ta xona va bitta sanuzel xonamiz bor. Birinchi qavatimizda esa kirganimizdan so'ng chap qo'limizda oshxonamiz joylashgan. To'g'rida mehmonxonamiz va bundan tashqari to'g'riga yuradigan bo'lsak, orqa hovliga chiqishligimiz mumkin va undan tashqari zinaning ostidan podvalga ham tushib ketishligimiz mumkin bo'ladi. Juda ham go'zal qilib ta'mirlab qo'yilgan, yorug'gina, patologlari baland bo'lganligi uchun havo yaxshi aynalib turibdi. Xonadon, ya'ni orqa hovlisi bo'lganligi uchun skvaznoy, ya'ni shamol yaxshi yuradi bu yerda. Havo dim bo'lib qolmaydi. Tarketlarimiz ham juda ham zamonaviy turdagi tarketlar bor va undan tashqari mana bu ko'pli pul qilib qo'yilgan, ya'ni issiq polimiz bor. Undan tashqari kombinatsiya qilib radiatorlar ham o'rnatib qo'yilgan. Kimgadir ko'pli pul yoqmaydigan bo'lsa, o'chirib qo'ysak bo'ladi. Gap bo'lishligi mumkin emas. MDF turdagi eshiklarimiz bor. Kirganimizdan so'ng mana bu oshxonamiz hisoblanadi. Juda ham go'zal. 3,5 metrga 4,5 metrni tashkil qiladigan oshxona qismimiz. Oshxona uchun mo'ljallangan kafellarimiz polda qilingan va hovliga qaragan derazalarimiz bor. Patologlar balangina, 2 qavatdan iborat LED lentalar va qandil o'rnatishdagi bo'ladi. Va mana bu joyda undan tashqari tochni svetilliklarimiz ham bor. Mana bu fartik qismimiz bo'ladi. Bu yerda mebellarimiz o'rnatadigan bo'lsak, juda ham go'zal holatga keladi. Gap bo'lishligi mumkin emas.
Mana bu joyda esa televizorni o'rnatsak bo'ladi. Bu joydan esa to'pli pol tizimlarini boshqarishligimiz mumkin. Konditsioner ham o'rnatsak bo'ladi. Hamma narsa продуманно qilib qo'yilgan. Elektr shitlarni mana bu joydan boshqarsak bo'ladi. Endi to'g'riga o'tamiz. Mana bu chap qo'limizda birinchi qavatning umumiy sanuzel xonasi joylashgan. Bu yerda dush holatiga keltirib qo'yilgan. Rakvina, unitas va dushimiz joylashgan va mana sushilkalarimiz ham bor. Ikki xil turdagi kafeldan foydalangan kombinatsiyalarimiz va undan tashqari suvlar toshib ketmasligi uchun traplar ham qilib qo'yilgan to'pli pol tizimlari bilan mana bu xonamiz isitiladi. Endi keyingi xonamiz bu ikki tomonga ochiladigan MDF turdagi eshigimiz. Barcha mebellarni sig'dirsak bo'ladi. Keng bo'lgan, juda ham keng bo'lgan. Bu bizning hozir mehmonxonamiz edi. Gap bo'lishligi mumkin emas. Rosa ham keng, ko'rib turganingizdek. Patologlari ham juda ham go'zal qilib qo'yilgan. Mana yoqib ham yubordik. O'rtada qandil o'rnatamiz. Ikki qavatdan iborat to'chni svetilliklarimiz bor. Orqa hovliga qaragan derazalarimiz bor. Juda ham go'zal bo'lgan mehmonxona qismimiz. To'g'rida demak televizorni o'rnatsak bo'ladi. Radiatorlar orqali ham isitiladi va undan tashqari to'pli pol tizimlari o'tkazib qo'yilgan. Patologlari ham juda ham bejirimgina qilib qo'yilgan. Konditsionerni bu tarafga o'rnatishimiz mumkin. Derazalarimizga e'tibor bering. Bu o'sha kombinatsiyalik, ya'ni fortishga ham bo'la oladi, ham ochib qo'ysak bemalol havoni aylantirib turadigan oynalar ham bo'la oladi. Bu bizani juda ham kattakon bo'lgan hozir mehmonxona qismimiz edi. Endi bu tarafga o'tadigan bo'lsak, orqa hovlimiz joylashgan. Bu esa orqa hovlimiz. Gap bo'lishligi mumkin emas. Kenggina bo'lgan boshqa xonadonlarda kichkinaroq orqa hovlini ko'rgansiz? Yo'q. Bu yerda juda ham kattakon orqa hovli qoldirilgan. Xohlaganlar bu yerda tapchan qilishligi mumkin. Bemalol yozgi paytlari shu joyda uxlashligi mumkin. Yomg'ir suvlari, qor suvlari mana bu trap orqali kanalizatsiyaga chiqib ketadi. Burchatkalar qilib qo'yilgan. Juda ham bejirim va go'zal holatga keltirib qo'yilgan orqa hovlimiz bu xonadonning toza havo bilan ta'minlab turadi. Endi mana bu joydan podvolga tushishligimiz mumkin. Podvolni ham ko'rsatib o'taylik. Podvolimiz, ya'ni xonadon 100% ostki tarafni podvol qilib qo'yilgan va ta'mirlab qo'yilgan. Bu yerda ham to'pli pol tizimlari o'tkazilgan. 70 kvadratli mana shunaqangi podvol qismimiz bor. Do'kontrlik kotelimiz bor, gaz orqali ishlaydi va xonadonning issiq tizimini mana shu joydan boshqarsak bo'ladi. Orqa hovliga qaragan derazamiz bor va oldi hovliga qaragan derazalarimiz bor. Ko'rib turganingizdek 100% ta'mirlangan. Bu yerda ham patologlar 330, 340 larni tashkil qiladi. Patologlari balangina. Endi mana bu MDF zinalar orqali ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Plyuslariga ham e'tibor bering. MDF dan bo'lgan plyuslar o'rnatib qo'yilgan. Bu qimmat hisoblanadi, rosa ham. Endi esa MDF zinalar orqali ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Mana bu joyda esa lyustra o'rnatsak bo'ladi. Bu yerda esa bir qancha fonuslarimiz bo'ladi. Mana ikkinchi qavatga ham ko'tarilib oldik. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizdan so'ng bu yerda 4 ta yotoqxonamiz joylashgan. Alohida va mana shu koridor orqali xonalarga o'tishligimiz mumkin. To'g'rida ikkinchi qavatning umumiy sanuzel xonasi joylashgan. O'ng qo'limizda bitta yotoqxonamiz. Bu yerda ham yana bir yotoqxonamiz bor. Orqa tarafidagi xonadonlar buziladi. U yerda ham yangi mana shunaqangi xonadonlar tushadi. Bu yerda ham patologlar balangina olingan. Bu esa umumiy sanuzel xonasi.
Xonadon 5 ta xonadan iborat bo'lib, 2 qavatda qurilgan, pishiqishda qurilgan xonadonimiz 100% ta'mirlangan holatida sizga topshiriladi. Demak, mana shu xonadon egalaridan to'g'ridan-to'g'ri savdolashib, sotib olishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek sifatli va yaxshi materiallar ishlatilgan. Hovli maydoniga to'xtaladigan bo'lsak, 7 metrga 14 metr tashkil qiladi va undan tashqari orqa hovlimiz ham bor. Umumiy yer maydoni 2 sotikdan iborat. Sizlar bilan Uzblok YouTube kanali va Kamina Quvonchbek bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.